intim gellar foydalimi yoki zararlimi? Har kuni intim gel ishlatish bu foydali emas. Aksincha, zararli bo'lishi mumkin. Qin mikroflorasini olib qaraydigan bo'lsak, u yerda zararli bakteriyalardan tashqari foydali bo'lgan mikroflorani ushlovchi laktobakteriyalar bor. Va doimiy ravishda, demak, siz intim gellardan foydalanganingizda mana shu kerakli bo'lgan immunitetni saqlovchi bo'lgan bakteriyalarni ham yo'qolishiga sabab bo'ladi. Chunki qinni mikroflorasini обязательно bilishinglar kerak. pH balansi, ya'ni uni muhiti bor 3.8 dan 4.5 gacha baholanadi. Mana shu demak me'yordan balon bo'lgan intim gellarni ishlatish sizdagi ayni foydali bo'lgan bakteriyalarni yo'q qilishga sabab bo'ladi va buni oqibatida ayol kishida quruqlik, allergik holatlar, qichishishlar, toshmalar toshishi, noxush hidlar kelishi, bakvaginoz holatlariga ham sabab bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun, demak, siz intim gelni tanlab, men faqatgina foyda keltiryapman, tozalik belgisi deb o'ylashingiz bu xato hisoblanadi. Ya'ni siz to'g'ri tanlov amalga oshirishingiz kerak. Tarkibida sulfatlar, turli xildagi ximikatlar, hid beruvchi vositalar saqlaydigan gellar sog'lig'ingizga zarar yetkazishi mumkin va kerakli bo'lgan sizni immunitet hujayralaringizni saqlovchi hujayralarni va kerakli bo'lgan, demak, o'sha biz tayoqchalar deb aytamiz, qin tayoqchalarini ham demak yo'q qilib borish xususiyatiga ega. Shuning uchun albatta siz xarid qilayotganingizda intim gellarni, demak, o'sha instruksiyasini albatta tanishib chiqing. Siz ham intim gellardan foydalanasizmi? Izohlarda yozib qoldiring.